Assalomu alaykum aziz kitobxon. Dunyo daholari ruknidan joy olgan mashhurlarning har biri o'z yo'li, tafakkuri, ixtirolari, olamshumul ishlari va hatto taqdirlari bilan dunyoni o'zgartirishgan. Shunday taniqli insonlardan biri o'z asarlari bilan mangulikka muhrlangan bastakor, yuksak mahoratli san'atkor Wolfgang Amade Mozartdir. Kitob dunyoning eng buyuk bastakorlaridan biri Wolfgang Amade Mozartning hayoti va ijodini bolalarcha sodda, tushunarli, qiziqarli tarzda hikoya qiladi. Mozart juda yoshligidan musiqa bilan shug'ullangan. 3 yoshida klavisin chala olgan, 5 yoshida esa ilk asarini yozgan. Otasi Leopold Mozart uni iste'dodini erta aniqlab, uni Yevropa bo'ylab sayohatlarga olib chiqadi. U yerda kichik Mozart qirollar va saroy ahli oldida chiqishlar qiladi. Yillar o'tishi bilan Mozartning musiqiy dunyosi kengayadi. U simfoniyalar, kamera musiqasi, operalar, sonatalar yozadi. Uning asarlarida quvonch, hayotiylik, noziklik va nafislik mujassam. U o'z davrida yangi musiqiy yo'nalishlarga asos soladi. Mozartning dahosi buyuk bo'lsa-da, uning hayoti oson o'tmagan. U qarzlar, soliqlar muammolari, tushkunliklar bilan kurashgan. Shunga qaramay, ijoddan to'xtamagan. Qisqagina umrida 600 dan ortiq musiqa asarini yaratgan. Deyarli barcha daholar singari Mozartni ham o'z davrining insonlari tushunmagan va qadrlamagan. Mozartning otasi bir necha bor uylanishiga qarshilik qiladi. Ijoddan chalg'ima deb bunga rozi bo'lmaydi. Amade bunga qaramay Konstanze ismli qizga uylanadi. Shundan so'ng ko'p kasalliklarni boshdan kechiradi. Amade nomi bilan tanilgan Wolfgang Mozart oxirgi kompozitsiyasini tugata olmay 1791-yil 5-dekabrda Venada vafot etadi. Vena shahridagi istirohat bog'ida Mozart haykali joylashgan. Haykal yonida katta gulzor, skripka kalitiga o'xshaydi. Aziz kitobxonlar, kitobni chuqurroq ma'nosini bilishni xohlaysizmi? Unda bu kitobni Oltiariq tumani axborot kutubxona markazidan olib o'qishingiz mumkin.